Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz Borgap Podcast YouTube kanalidasiz. Bu yerda futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar, qiziqarli tahlillar, transferlar va muxlislar fikrlarini birgalikda muhokama qilamiz. Agar siz ham haqiqiy futbol ishqibozi bo'lsangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning har bir like va obunangiz biz uchun katta motivatsiya. Ba'zi jamoalar kuboklar bilan eslanadi, ba'zilar yulduz futbolchilar bilan. Lekin shunday jamoa borki, ular sovrinlar bilan emas, xalq qalbida yashagani bilan buyuk bo'ladi. Bugun biz ana shunday jamoa haqida gaplashamiz. Andijon futbol klubi, Andijonning yuragi. 1964-yil Andijon futbol tarixida yangi sahifa ochilgan yil. O'sha paytda hech kim bu jamoa yillar o'tib butun bir shahar ramziga aylanishini tasavvur ham qilmagan edi. Yillar o'tdi, avlodlar almashdi, futbolchilar keldi va ketdi, lekin bitta narsa o'zgarmadi. Andijon xalqining futbolga bo'lgan muhabbati. Andijon futbol klubi turli sinovlardan o'tdi. G'alabalar ham bo'ldi, mag'lubiyatlar ham, lekin qiyin paytlarda muxlislar kamaymadi. Aksincha, yanada kuchaydi. Har bir o'yin kuni stadion to'lardi. Bolalar, yoshlar, otalar va bobolar hammasi bir joyda. Chunki futbol bu yerda shunchaki o'yin emas. Bu hayot, bu faxr, bu muhabbat. 2000-yillarga kelib, Andijon O'zbekiston futbolining eng kurashchan jamoalaridan biriga aylandi. Har bir gol stadionlarga keltirardi, har bir g'alaba butun shaharda bayram edi. Ammo futbol faqat quvonch emas, og'ir davrlar ham bo'ladi. Andijon ham buni boshdan kechirdi. Lekin eng muhim narsa shuki, muxlislar hech qachon jamoani tashlab ketmadi. Yutganda yonida bo'ldi, yutqizganda ham yonida bo'ldi. Va aynan shu sadoqat klubning eng katta kuchiga aylandi. Bugungi Andijon futbol klubi esa yangi tarix yozishda davom etmoqda. Yangi futbolchilar, yangi maqsadlar, yangi orzular, lekin bitta narsa o'sha. Kurash, ishtiyoq va g'alabaga bo'lgan ishonch. Har safar futbolchilar maydonga tushganda ular faqat o'zlari uchun emas, butun Andijon uchun o'ynaydi. Va nihoyat muxlislar yillar davomida kutgan orzu ushaldi. 2024-yil Andijon futbol klubi tarixiga oltin harflar bilan yozildi. Chunki Andijon O'zbekiston kubogi g'olibiga aylandi. Bu shunchaki sovrin emas edi. Bu minglab muxlislarning orzusi edi. Bu yillar davomida klubga sodiq qolgan insonlarning mukofoti edi. Bu Andijon xalqining g'alabasi edi. Kubok osmonga ko'tarilgan o'sha lahzada butun stadion quvonchga to'ldi. Butun shahar bayram qildi va muxlislarning ko'zlarida baxt yoshlari porlardi. Mana shuning uchun ham Andijon futbol klubi shunchaki futbol klubi emas. Bu tarix, bu sadoqat, bu kurash, bu g'urur va bu muxlislarning yuragi. Eng muhimi bu Andijonning yuragi. Yurak urar ekan, Andijon yashaydi. Andijon kurashadi. Andijon g'alaba qozonadi. Aziz futbol muxlislari, siz Andijon futbol klubi haqida qanday fikrdasiz? 2024-yilgi kubokdagi eng esda qolarli lahza qaysi bo'lgan? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosing, Borgap Podcast kanaliga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar, transferlar, qiziqarli tahlillar, tarixiy hikoyalar, eksklyuziv futbol mavzulari kutmoqda. Keyingi videoda qaysi jamoa bo'lishini xohlaysiz? Eng ko'p yozilgan klub keyingi sonimiz qahramoni bo'ladi. Siz Borgap Podcast YouTube kanalida bo'ldingiz. Futbolni seving, jamoangizni qo'llang va doimo biz bilan qoling. Ko'rishguncha salomat bo'ling.